Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan 2 qavatli 300 metr kvadrat hovli-joyni e'tiborlaringizga havola etamiz. Azizlar, biz hozir lokatsiya tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Otaxon Jannat boloxonasining orqa tomonidagi ko'chalardan birida turibmiz. Ya'ni asfalt etilgan ko'cha. Ko'chaning eni ham yomon emas, dar ko'cha emas, ajoyib. Qo'shnilar o'rtada turgan joyni ko'rib chiqamiz. Joyimizning holati shunday suvoqda turibdi, 100% hali bitmagan. Ishi uqildan kirib boradigan bo'lsak, bu tomir qism bo'ladi. Moshina etib qurilgan joy. Faqat bitta ishi bor. Bemalol olib turib ishini davom qildirsangiz bo'ladi. Shundan dalana kiriladi. Azizlar, dalani kattagina, razmerlarına gap yo'q. 2 etajli joy, birinde yine balkon kısmı bo'ladi. Şu uğuldan zina chiqadigan bo'lsa, ikinchi qavatana ko'tarilsa bo'ladi ekanlar. Biri dalan kısmı, dalanından zal kısmına o'tiladi. Birinde zalini. Beton plitalar bilan bostirilgan, moshina qurilgan joy. Biri zali. Dalanın zalin birinde sanuzyeli bo'ladi. Birinde sanuzyel. O'ng tomonda bir spalniyaxona tushadi. Shu o'rnacha kelgan, shu o'rinda to'xtagan. Sizlar joyimiz davom ettirsangizlar bo'ladi. Bu yeri kuxnya qismi bo'ladi. Bu koridorning to'ridan bog' qismina chiqiladi ekan, bog' kattagina. Yana bog'. Gap yo'q. Men berayni devor tarqaladigan bo'lsa, shunday bog'ini kattaligi yomon emas azizlar. Tinch, spokойный joy, suv, svet, gazdan birdan muammo yo'q. Birinchi qavatında ko'rib turalaringizning kuxnyasi, koridor, bu taraf spalniyaxonasi, dalani, sanuzyel va bir katta zal tushgan. Birinchi qavatında 2 xonasi, dalani, ikinchi qavatında bir ishning katta zal tushadi. Shu zal yanında 2 katta spalnya, sanuzyel, xullas, yana shunday proyektda qurilgan joy. Gelip görüp savdolaşıp satıp alışlarınız mümkün. Yine shunday holatında sotiladi ekan. Narx navosi, telefon raqamlarini video rolikimizni pastda har doim deb yozib qoldiramiz. Azizlar, kimda kim joyini sotacak bo'lsa, joy sotib olacak bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat etsangizlar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Video roliklarimizni ham like'larni bosib, bizani qo'llab-quvvatlab turadigan bo'lsangiz, sizlarga har xil turdagi ko'chmas mulklarni ko'rsatib tanishtirib boramiz. Shuningdek, ajoyib местоположениеda joylashgan uy. Kelib, ko'rib, savdolashib, sotib olaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.